8 kishi uchun taksiylarni alohida ishlashdi. O'tgan Lorenzo. Voy cho'ponlar ish pasisiz. Jon akam o'zlari yordamlashyapti. Mana qo'chib kelganlar ekan. Dilshod aka mashhur qilgan qo'chqon Lorenzo. Xo'p, o'rtoqlar biroz qarsakilashni qo'yasizlar. Lorenzo chiqib keldi, absolyut yo'nalishni boshlab oldik. Xo'p, endi bundan buyog'iga hozir Lorenzoni puli o'lchanyapti. Lorenzoni puli rostdan. Iltimos qilamiz, syomka qilayotganlar. Iltimos qilamiz, mana shu telefon ko'tarib olganlar. Hammanglar. Iltimos qilamiz. Lorenzo 1 metr 1 santimetr bo'yi. Ofarin 1 metr 1 santimetr. Lorenzo. Vazn. Ayyordirishsinami? Tarozimiz sinib ketmasa bo'ldi. Tarozimiz agasi chiqib olasiz. Bo'lmasa hisoblamaymiz. Arqonni qo'yib olasiz lekin. Qo'yib oling. Yaxshi. Hop. Lorenzo chiqib turibdi. Lorenzo. Endi bu joyda sal diqqatli bo'lmasak bo'lmaydi azizlar. Azizgina bo'lsa ham kutib turamiz. 200. Yo, hozir. 203. 203 kilogram. Lorenzo. Qo'yib. Qilyapti azgina yurishga. To'xtang, bu qayerga aytmadik shu joylarda. Toshkent liniyasimi? Million liniyasi ekan Toshkent shahrida Gulroz Xavsajalining o'rtada. Zo'r bo'ladi, ha? Aferin. Buni liniyasi Guinness rekordlar kitobiga ham kiritilgan ekan. 231 kilogram bilan. Xo'p, davom etamizmi? Keyingisi, marhamat. Olib chiqing, keyingisi qaysi? Men shu joydan o'zim kutib olaman. Akalar sal chetroq turasizlar. Telefonchi akalar chetroq turasizlar. Laqabi nima aka? Laqabi million. Liniyasimi? Liniyasi ham million, laqabi ham million. Qayerdan? Andijondan kelibdi. Vodiylar bormi? Taqarsa chalib qo'ydik. Bormi? Lekin yo'q, boragasizlar. Rohatiylar ham bor, rohatiylar ham taqarsa chalib. Qo'y, bitta o'z keldingizmi aka? Albatta hozir. Gap yo'q. Vodiylar